Sen o'zing nima ishlar qilib yuribsan ha? Ekan. Ya ustingdan qo'shnilar militsiyaga yozib beribdi-ku. Ya meni uyimga keldi militsiya. Hozir seni olib borishimni aytdi. Baba, men hech narsa qilmadim. Senga aytuvdim, bir kun seni ustingdan militsiyaga yozib berishadi demadim. Mana endi seni qamab qo'yishadi. Nima qilib yuribsan? Kichkinaman hali. Ya senga o'xshagan kichkina bolalarni ham qamab qo'yadigan joy bor. Uzoq qishloqqa yuborishadi, bilasanmi shuni? Ya keyin uyingga umuman qaytib kelmaysan. Iltimos aka, meni olib qoling. Boshqa sho'xlik qilmayman. Maktabga bormaydigan, ya ko'chadagi bolalar bilan mushtlashib yuradigan senga o'xshagan bezori bolalarni men hech qachon himoya qilmayman. Amaki, iltimos ukamni olib ketishmasin. Endi yaxshi bola